41 bab. Qarmaq bilan levatonni tutib, tilini yip bilan bağlayalamsan. Burnidan külük, enikidin qarmaq ötkizalamsan. U sendin toxtumay rahim tilab, sana illiq sözlərini qılamdı. U sen bilan vədilişib, məngü kulun bolamdı. Uni qushni o'ynagandek o'ynayalamsan. Yoki qizchaqning xushalliqi uchun bog'lab beralamsan. Beliqchilar uningga baho qo'yalamdi. Savdogarlar uni parchalab satalamdi. Uning terisini nayzi bilan keshalamsan. Beshiga beliq tutadigan ara sanchiyalamsan. Uningga qo'lingni bir tekkizsangla, uning qanchalik qarshilik qiladiganligini bilsan. Qo'lingni qayta opirolmaysan. Uni tutmoqchi bo'lganlarning hammasi umidsizlandi. Kishilar uni ko'rgan hamon qo'rqib, jini chiqib ketdi. Qancha vahshiy odam bo'lsa-mu, uning tishiga tegishga petinolmaydi. Shundoq turuqliq kim mening oldimda turishqa petinalaydi? Men to'lab bergudek kim meni qarzdor qilib qo'ygan? Olamdagi butkul narsa meningdir. Levatonning putqoli, kuchi va go'zal teni haqida so'zlamay turolmayman. Kim uning terisini so'yalaydi ekan? Kim uning 2 qat sovutdak terisini keshalaydi? Kim uning og'zini ochalaydi? Uning tishlari shuncha qo'rqinchlidir. Uning dumbisidagi yo'l tanga qasroqlar bir-biriga chin chaplangan bo'lib, zishliqidan havomu kirolmaydi. Tangi qasroqlar bir-biriga chin chitilgan bo'lib, ajratish mumkin emasdir. U shukirganda ushqun chachraydi. Ko'zlaridan tong nuriga o'xshash nur chaqnaydi. Og'zidan yolqin chiqirib, o't uchqunlarini chachirtidi. Xuddi ko'yayotgan qo'mush ustida qaynayotgan qozondek uning burnidan is chiqdi. Tiniqi yog'och ko'mirni yondirib, og'zidan yolqin chiqirdi. Bo'yni qudratlik bo'lib, vahima uning oldida yo'l ichib mangdi. Tenidagi qatlaqlar bir-biriga tutishib, shuncha zich birikib ketgandir. Yuragi toshdek qattiq bo'lib, qattiqlikda tugman teshidakdir. U o'rnidan qo'zg'alsa, boturlarmi qo'rqidi. Uning midirilishini ko'rib chekinadi. Uni qilishlar to'solmaydi. Nayza, xanjar, atar nayzlarmi amalsizdir. U to'mirni samondek, tuchni po'r yog'ochdek ko'ridi. O'qya uni qo'rqitolmaydi. Salg'a teshi paxaldek tuyuladi. To'qmoqni qoraychilik ko'rmaydi. Etilgan nayzini mansitmaydi. Qo'rsiqi sapal parchalaridek o'tkir bo'lib, patqoq ustida yo'l iz qoldirdi. U cho'nqur qaynamlarni qozondek qaynatib, dengizni xuddi may qozinidek po'riqlatdi. U uzib o'tgan yerida dolqin qoldirib, qaynamlarni oq chochdek yaltiritdi. Yer yuzida uning bilan selishtirg'ili bo'ladigan, uningdek hech nimadan qo'rqmaydigan yana bir hayvon yo'qdir. U eng zo'r va mag'rur hayvonlarni mansitmaydi. U butkul takabbur hayvonlarning podshohidir.